Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammalarning shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Shvetsiyaga 2009-yil kelgan. Hozir oldikeyin 12 yil bo'lib qoldi Shvetsiya fuqarosi. Men navbatda ota-onam uchun Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda ota-onamni Xitoy turmasidan qutuldirish, bularningki begunohligini isbotlash, shundaqla bularga erkinlik qilish uchun Xitoyninki turmasidagi dapsanda holatda qarong'u zindonlarda ingrayotgan bir Uyg'ur dada bilan bir Uyg'ur onaninki o'g'li. Men bugun ishlagan degandan 3dan keyin soat o'childi hozir 4:30 bo'lgancha shu 4 ishlabdiman, kelguncha yarim soat bo'lib 4:30 bo'lib qoldi. Shu bilan kechikib qoldim. Shunda xo'simi ko'p namoyish qilmayman, ammo eng muhimi har kunlik shu naq maydonga chiqib duoligimni o'zimni qilib, andan keyin chiqib ketaman. Mening dadam Hamid Abdurahmon bo'lsa 1954-yili 5-oyning 20 kun tug'ilgan, Il oblasti telegraf idorasidan namini chiqqan. Opam Saodat Bovdon bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21 kun tug'ilgan. İlim mehmonxonasininki qatnash bo'limidan pensiyaga chiqqan. Mening opam dadam 2017-yili 1-oyning 27-kuni atgan soat 9larda İli oblastlik bexatarlik tarmoqlar tarafidan tutib ochib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz 2 yil tarbiyalashdi olgan. Undan keyin bo'lsa opam dadamga yipi holatda sud echib, opam dadamga birinchi qitimda 5 yil, undan keyin yana uzartib 18 yillik qamoq jazosi hukm qilgan. Garchi opam dadamninki qamoq jazosiningki sudninki hukmi og'zaki bo'lgan bo'lsa-mu, lekin sudninki kuchi hozirgacha unumga ega bo'lib, opam dadam İli oblastininki Kunas noyasidagi turmada, opam bo'lsa G'uljinninki Bayandaydagi diviziyaning turmasida. Hozir meningcha opam dadamninki salomat ahvoli bular yoshqa 60 ta yetib ketgachga oldikayni 5 yil bo'ldi. Meningcha salomatlik unchalik yaxshi emas deb o'ylayman. Bular hozirgacha shu turmada qonunsiz holda so'linib olib, begunoh insonlar Xitoy tarafidan Xitoyninki turmalarda azob oqibat chekyapti. Albatta, men shu tutib ketgan shu 2017-yili shu chaqda harakat qilishni o'ylashgan. Undan keyin yosh bola chaqirib, mushu mening sababligimdan o'qishga chiqib, siyosiy panohlik tilaganligim, shundaq hukumatga biz pasportlarni shundaq qisqa o'qishlar qolaylik qilib bersak, ashta qilib qo'yay, panohlik tilabdi deb, panohlik tilabdi deb, shundaq kesib atgan. Undan keyin nima ashta deb hukumatga yetkazing, shu hukumatning sababidan bo'lgan, undan keyin Turkiyaga chiqqan degan bahona bilan bu yerda opam dadamni so'lab akirib ketgan. Undan keyin o'rtoqda adam o'zim yo'q bo'lib ketdi. Keyin anglasam o'qishga kirib chiqibdi. Opam dadamni asli qo'yib etadiki, lekin o'sha G'ulji shaharniki shahar boshlig'i G'ulji shaharniki Saqchixonniki o'sha JX idorasining boshlig'i Ne'mat degan hozir savqiy bo'lib chiqib ketibdi. Bu shunda bolasiniki jinoyati bak ig'ir. Buninkini qo'yib berishga bo'lmaydi. Buni kesib o'tish kerak deb intizom tekshirishliklarga topshirib berib, opam dadamga sud etib, birinchi qitimda 5 yillik, ikkinchi qitimda 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Men topshirib olgan fikrlarga va shundaqla mishadiki ketgan bir g'uljilik bizningki mishada shu nimada birga bo'lgan tashkilotlarda oldin mishada bo'lgan bir g'uljilik bola berib yangi hayotlik o'zbek oilasi. Shunda 2016da berib og'zaki holatga chiqib, undan keyin 2017da qishlarga yaqin berib meningki shaxsiy uchurlarimni topshirib bergan. Undan keyin bu yerga kelib, men bilan telefon paranglashgancha men nomer chiqmaydigan telefonda qilib, ben bir telefonda qilgan chaqda, ya fikam sening qilgan ishing ozmayay, tatatay. Voy men shunda test chiqdim, oy par berib chiqdim. Bir monch pul to'lab chiqdim. Sen 10 yil bo'ldi ishlayapsan, puling bordi, tatatay deb gaplarni qilib, sening qilgan ishing ozma, anda-manda deb
Anandan keyin manga mushundaq gaplarni qilib, hatto mening misha turibman aymanmasdan sening qilgan ishing ozmi deb shunday qildi. Hamda o'tirliqda mushu Dünya Uyg'ur qurultayiningki bayonotchi Dilshod Rashid apandimni izlab, menda mushta qo'limda bir material bor, ovozli Shvetsiya hukumatiningki pasportini ilib, mushundaq pora berib chiqqan birisi bor. Mushu menga oilamga ig'ir darajada ziyonkashlik qildi desam, qanday qilmaymiz dedi. Mushuni bir medialarda bir ko'tarib chiqsak, mushuni bir anandan bir mushu davlatlarda yoki davlatlar aro mushuni bir nima qilsak desak, bu narsani sen sapoga birpa dedi. Shvetsiya bexatarlik idorasiga. Undan keyin bu narsaga ko'ngillashmadi. Asli bir to'liq materialni akab bergan bo'lgandan keyin bir qurultayning bayonotchisi bo'lgan odam muhtab ilib mushu ishlarni qilish kerak. Bu odam buni qilmadi. Tamam, bu ketdi. Undan keyin bo'lsa, ikkinchisi bo'lsa, mushu opam dadam kirib ketgan mezgilda o'tirliqda mediada Shvetsiyaniki SVT1 degan kanallarda yaxshi bir ishlarni olib ketayotganimizda yana bir akamiz mushundaq yordam berma, bundan mangsan qiynalib qolsa, eng yaxshisi sen shundaq deb uydagilaringning shunfinjong nomerini avat dedi. Ma'qul deb konvertninki kayniga yezib avatdim. Avatsam qilamiz deb undan keyin mushu narsamni 1,5 yil meni ahmoq qilib, voy yili anda bo'yotidi, yili Shangang bilan gaplashdim, yili Mongoliya tarafdan bir xabar kelyotidi, ana bo'ldi, mana bo'ldi deb xotinninki, uylarninki remont qilgan ishlarini qilgizib, shunda katibining o'rnida hamma narsaga ishiltib qildi. Hatto eng oxirida meni Shvetsiyaniki qonuniga xilof bo'lgan jasuslik qilmoqchi bo'ldi. Bu to'g'risida menda dalil isbotlar bor ib qo'ygan. Men qolgan gapni kashda bir naq maydon qilmoqchi. Shu chaqda qolganni bir kashda qarindoshlar bilan bir o'rtoqlashamiz. Hamsi men mavu bir ishki shu vaqt olay desammi, parlamentdagilarmi unda qo'yib ketdi hozir. Vaqtmi to'shibdi, men buguncha shu naq maydonimda tushib ketay. Bugun o'zimmi 4:30larga ulgurib kelib qolibman. Odammi ozga. Unda bo'lsa qolganni bir yana kashda bir deyishamiz naq maydonda. Bo'pti, qarindoshlar, hamsa, Xudoyimga omonat. Hammanglarniki o'zinglarning kallasini o'zinglar ega bo'lib, qo'ymachilardan o'shar bo'linglar. Dunyo Uyg'ur qurultayidagi ba'zi bir aldamchilardan, qo'ymachilardan o'shar bo'linglar. Qolgan gapni kashda paranglashimiz. Bo'lsa shu Yevropa parlamentining Yevropa davlatlariga parlamentlarning oldidagi bo'shliqni hammanglar to'ldirib, biz bir erkak qirg'inchilik uchirgan millat bo'lgandan keyin hammamiz yana bir chiqib, vatanning ichida yana vaziyat yana kuchayib ketib bordi. Ota-onamizni qutuldiraylik. Hammamiz bir birlikda bir xalq harakati bir ishini qo'zg'ab, yana bir dunyo hozir sal jimib qoldi. Shu ishlarni bir ko'tarib chiqaylik. Qarindoshlar, rahmat. Unda bo'lsa Xudoyimga omonat.